tumandaman aşı Uruk Orosxonada reklama qilib o'tkazamiz. Bugun juma 13-mart 2026-yil. Endi aşı oshxonalarni tanishtirib o'tamiz. Bo'pti. Mana shashliklar 15 mingdan 40 minggacha. Mana Urug'zor oshxonada mana bo'ldi, ketdi. Bo'ldi. Mana qizim so'zga chiqadi mana. Ketsa, to'xta. Yo, odam qo'shmaydi, undan ko'ra oshxonani. Qo'shamiz, yuri. Kuxnyani Mana shu oqomni oqomni so'zga chiqadi. Siz o'g'lingiz o'ydi. yo, odam o'linmaydi, yoqmaydi. Tinchgina mashinani olayra olsam bo'ldi. Yo, oqomni ovqatdan narxini aytadi deb keling. Mana edi. Ya mana edi narx yozuv yo'q-da. Mana o'zlari aytadi, jonli aytadi. Yo, odam olmay qo'yara. Olaylik. Odam ketgandan keyin o'sha o'kkan oladi. To'g'riroq. O'zi ovqatdan narxini aytadi. Mana. Aqda kuxnya kirib qozondagilarni olsam, Yo, mana shu yerda oling, mana. orqadagi joylarni ko'rsatadi, tanishtiray. Mana bag'da joylar bor. Xo'p, kelasizlar, kelaverasizlar. Zalda odam yo'q. Zalda odam yo'qligida ana joylar bor. Zalda ham mana bo'ldi. Xo'p, dastlabki raqam tanishtiramiz. Bitta salqi shatr qo'yimanda, normalni turaron qilmabman. Xo'p, dastlabki raqam tanishtiraman. 91 640 55 55. Dastlabki kerak bo'lsa chaqirasizlar. O'zi marketda bo'lsa ham, 5 manzil aytsa topib yetkazib boramiz. Ijodni bajarib tugatdik. 5 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
Bugun juma 13-mart 2026-yil. Namangan shahar To'raqo'rg'on tuman Urug'zor oshxonani reklama qilib, yurg'izib tugatib bo'ldik. Bo'pti.